Har kuni televizor pul mukofotlari, har hafta maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lish imkoniyati endi Mening yurtim telekanalining har bir tomoshabinida bor. 24-noyabrdan start olgan omadli tomoshabin mega aksiyasi davomida berilgan shartlarni to'liq bajarib, yuqori ball to'plagan muxlislarimiz qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishmoqda. Aksiyamizning navbatdagi g'olibi jizzaxlik ayol bo'ldi va hamyurtimizga televizor yetkazildi. Hozir shu haqda 24-noyabr sanasidan start olgan omadli tomoshabin mega aksiyasi eng qizg'in pallaga kirdi. Ana shunday omadli tomoshabinlardan biri jizzaxlik Ozoda Meliqulova bo'ldi. Viloyatning Paxtakor tumanida yashovchi 25 yoshli Ozodaga televizor sovg'asi topshirildi. Mening yurtim telekanalida olib borilayotgan omadli tomoshabin loyihasida qatnashdim va ishtirokchiga aylanib g'olib bo'ldim va televizor sohibiga aylandim. Mana ular topshirishdi. O'zi uy bekalari uchun mos o'yin deb o'ylayman. O'zi uyda turib bir hafta mobaynida o'ynadim. Shu unchalik qiyinchilik joyi yo'q, faqat shu sirli kelgan raqamlarni botga jo'natasiz va g'olib bo'lasiz. Aksiyada ishtirok etib, har kuni televizor, pul mukofotlari, har hafta maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishingiz mumkin. Bosh sovrin 50 million so'm bo'lgan mazkur aksiyada qatnashish mutlaqo bepul. G'oliblar har kuni jonli efirdagi Omon-omon dasturida e'lon qilinadi. Omadlilar qatoridan o'rin egallamoqchi bo'lsangiz, sizda hali imkon bor. Aksiya 26 dekabrga qadar davom etadi. Fursatni boy bermang.